Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ushbu sayyidul ayyom va hajjul masakin bo'lgan juma kunida qilayotgan ibodatlarimizni Alloh taolo husni qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilsin. Va o'zining uylaridan bo'lgan mana shu uydan qaytishimizda gunohlarimizni mag'firat qilgan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man yuridillahu bihi khayron yufaqqihhu fid-din." Muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Alloh qaysi bir bandaga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi. Ya'ni dinni tushunadigan kishilar qatoriga qo'shib qo'yadi. Fiqh ilmini egasi qilib qo'yadi. Biz tarixini o'qib o'rganayotgan Abu Hanifa rahmatullohi alayh haqiqatan Alloh taolo u kishiga yaxshilikni ravo ko'rgan kishilardan biri. Bu kishi haqida har qancha gapirsak oz. Bu inson ulug' imom, mujtahidlar sultoni, zohir, orif, imom-i azam Abu Hanifa, Nu'mon Sobit hazratlari. Barcha faqihlar, barcha mujtahid olimlar bu kishining ismini hurmat bilan tilga olishgan. Shofiy mazhabining asoschisi Imom Shofiyni Abu Hanifa haqida aytgan ushbu so'zi yetarli baho bo'ladi. U kishi aytadilar: "An-nasu ayalun fil fiqh ala Abi Hanifa." Fiqh ilmida barcha odamlar Abu Hanifaning boqimandalaridir. Ya'ni insonlar fiqhni o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsa, kim fiqhdan bahra olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, albatta Abu Hanifadan foydalanadi. Chunki bu kishi fiqh ilmida eng yuksak cho'qqiga ko'tarilgan ulug' insonlardan hisoblanadi. Qolgan 3 mazhab sohiblari ham, 3 mazhab egalari ham bu kishini o'zlariga ustoz deb biladi. Hozirgi kunda zamonimizda o'zlarini Qur'on va sunnatdan gapiryapman deb shunday bir toifalar paydo bo'lib qolganki, mana shunday bir buyuk imomimiz haqida noma'qul so'zlarni gapirayotganligi qulog'imizga chalinib qoladi. Ya'ni bu odamlar haqida gapirishlikdan avval bu odamlarni qilgan mehnati, bosib o'tgan yo'li, o'qib o'rgangan ilmini agar 100 dan birini qila olganida shular gapirishlikka og'iz juflashsa to'g'ri bo'ladi. Nima deydi? O'tirib olgan odam, yurib ketayotgan odam qoqilsa, oyog'i chang bo'lsa, kiyimi qandaydir g'ijim bo'lsa, o'tirib olib baho bersa, aytilinadi: "Sen o'zing turib yurib ko'r, o'rningdan turib ko'r, sen turmasdan turib qanday yurgan odam haqida sen muhokama qilasan?" deyilganidek, mana shu buyuk imomimiz haqida noma'qul so'zni aytayotgan odamlar ham paydo bo'lib qoldi zamonimizda. U kishining hayotini o'qib o'rganishlik bilan inshaalloh ana shu kishilarga ham bir javob chiqsa yoki siz bilan bizda ham bir qandaydir savollar bo'lsa, shularni bir javobini o'rgansak, foydadan xoli bo'lmaydi. U zotning ismi Nu'mon ibn Sobit ibn al-Marzuban. Kunyalari Abu Hanifa, laqablari Imom-i Azam, ya'ni eng ulug' imom. U zotning bobolari Marzuban Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan davrlarda islomga kirib, Kufaga ko'chib keladi. Abu Hanifa rahmatullohi alayh hijratning 80-yili xalifa Abdulmalik ibn Marvon davrida Kufa shahrida dunyoga keladi. U kishining sifatlari: Imom Azam Abu Hanifa chiroyli yuzli, o'rta bo'yli, kelishgan qomatli, katta boshli, peshonalari keng, bug'doy rang, ochiq chehrali, muloyim bir zot edilar. U zot nutqi go'zal, o'tkir zehnli, saxovatli, qo'li ochiq, uzoq fikrli, ko'p sukutli, zohid va obid inson edilar. U zot yer yuzida mana mashhur bo'lgan 4 mazhabning birini sohibi. Imom-i Azam mazhabi yoki Hanafiya mazhabi deyiladi. U kishi o'zini tirikchiligi, kundalik turmushi tijorat bilan bo'lgan. U kishi savdogarlik bilan shug'ullangan. Odamlar urf-odatlaridan,
odamlarning muomalalaridan, oldi-sotdilarida ko'p tajribaga ega bo'lgan edi. Abu Hanifaning ustozlari ko'p bo'lgan. Ulardan bittasini aytib o'tamiz, inshaalloh kifoya qiladi. Ustozi Hammod ibn Abi Sulaymon. Ustozini 18 yil xizmatida turib ilm o'rgandi. To ustozi vafot etgunga qadar u kishidan ta'lim oldi, ilm o'rgandi. Hattoki ustozi Hammod ibn Abi Sulaymon aytadi: "Ey Abu Hanifa," deydi, "meni quritib yubordingiz-ku," deydi. Ya'ni mendagi aksariyat ilmni oldingiz degan so'zga berdi bir ishora. Abu Hanifaning shogirdlari ko'p edi. Ulardan ko'zga ko'ringan ayrimlarni aytamiz. Abu Yusuf Qoziyul Quzot darajasiga ko'tarilgan kishi. Muhammad ibn Hasan ash-Shayboniy, Zufar ibn Husayn, Hasad ibn Ziyod, Abdulloh ibn Muborak al-Marwazi. Bu kishilar Imom Azam rahmatullohi alayhining ishini davom ettirishdi. U kishining mazhabini o'qib, o'rganib, yozib, to'ldirib, mazhabini insonlarga saqlab yetkazib berishdi. Odatda inson bir ish boshlasa, shu boshlagan ishini yetkiza olmay qolishligi mumkin. Imkoniyati bo'lmay qoladi, vaqt bo'lmay qoladi, umri yetmay qoladi. Ammo agar mana shu boshlayotgan ishida xolis boshlagan bo'lsa, sidq dildan, ixlos bilan boshlagan bo'lsa, Alloh taolo shu kishining ishini nihoyasiga yetkazadi. Mana Imom Azamning shogirdlari u kishining ishlarini nihoyasiga yetkazdi, davom ettirdi. Din ilmi, diniy bilimlar juda bir keng narsa. Bir inson hamma sohada, hamma jabhada bir komil bo'lib, bir yutuqqa yetishligi qiyin. Bir tomonini o'rgansa, ikkinchi tomoni albatta chola qolib ketadi, tabiiy bu. Bir inson fiqhdan, bir inson tafsirdan peshqadam bo'lsa, hadis bilan aqidada yetkiza olmaydi. Bu insondagi tabiiy holat. Kamdan kam odamlargina bu diniy bilimlarni to'laligicha o'zlashtiradi, bu narsani o'ziga singdiradi. Imom Azam rahmatullohi alayh mana shunday bir nodir insonlardan. Shuning uchun ulamolarni qarasangiz, biri tafsirda peshqadam, biri aqidada peshqadam, biri siyratda peshqadam, biri yana bir boshqa bir arab tilida yoki lug'atda peshqadam. Bular biri ikkinchisini to'ldirib komil bo'ladi. Shuning uchun aytilinadi: "An-nabiy alayhisolatu vassalam ma'sumun bi mufradihi, baynama ummatuhu ma'sumatun bi majmu'iha." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yolg'iz o'zi, boshqalarning yordamisiz ma'sum. Ammo ummati hammalari bir-birlarini yo'lab, bir-birlariga bir ko'mak bo'lib, keyin ma'sum bo'ladi. Rasulullohning bu ilmlarning hammasi bir vaqtda jam bo'lgan. Alloh saqlagan payg'ambarimizni. Lekin bu ummat ulamolari bir ikkinchisini yo'lar ekan, bir ikkinchisi kamchiligini to'ldiradi. Imom Azam rahmatullohi alayhining zamondoshlaridan bo'lgan kishi shunday deydi: "Ra'aytu a'badan nas va ra'aytu awra'an nas va ra'aytu a'laman nas va ra'aytu afqahan nas." Odamlarning eng ibodatlisini ko'rdim. Odamlarning eng xudojo'yini ko'rdim. Odamlarning eng bilimlisini ko'rdim. Odamlarning eng faqihini ko'rdim. Bu kishi gapiryapti. Bu qaysi davr haqida ketyapti so'z? Tobiinlar davri haqida. Mana shu hadisda bir necha marta takrorlaymiz, eslab qolasizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Xoyrul quruni qarni." Asrlarning, ya'ni inson bolalari yashaydigan asrlarning eng afzali meni asrim deganlar. Summalladina yalunahum. So'ngra ana shu asrdan keyingi keladiganlar. Summalladina yalunahum. So'ngra undan keyin keladiganlar 3 asrni eng yaxshi asr ekanligiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam guvohlik bergan. Birinchi asr payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va sahobalar yashagan asr. Eng yaxshi asr. Undan keyingi yaxshi asr tobiinlarning yashagan asr. Undan keyingisi taba tobiinlarning asri. Biz mana shu ikkinchi asr, ikkinchi muborak asr haqida suhbat qilyapmiz. Odamlarning eng ibodatlisi Abdul Aziz ibn Rawad deydi. Eng xudojo'yi Fuzayl ibn Iyos. Eng bilimdoni Sufyon as-Savri, eng faqihi Abu Hanifa deydi. Shu o'rinda ilm talabida yurgan aka-ukalarimizga, birodarlarimizga aytiladigan bir so'z borki, diniy bilimni keng dedik. Hammasini teng o'rganishlik, oxiriga yetkazishlik bu mahol ish.
Ammo ana shu ilm talabida yurgan ukalarimiz, birodarlarimiz o'zi uchun ma'lum bir sohani tanlasinda, shunda peshqadam bo'lishlikka ko'proq haris bo'lsin. Albatta boshqalarni ham o'rganamiz. Masalan, bir inson aqida ilmiga kirishadigan bo'lsa, hadisni ham, tafsirni ham, fiqhni ham bilish kerak. Ammo ko'proq diqqat e'tibori mana shu aqidaga bo'lsin. Tanlagan sohasiga bo'lsin. Toki shu sohada mutaxassis bo'lib yetsinki, odamlar shu masalada shu odamga keladigan marji darajasiga yetib kelsin. Shuning uchun u yoqdan ozgina cho'qib, bu yoqdan cho'qib, chola qolib ketgandan ko'ra bitta sohani komil ustasi bo'lib yetishlikka haris bo'lishimiz kerak. Ilm shariatimizda eng bir oliy martaba. Shariatimizda ilmning martabasi oliy. Ilmga hech narsa teng kelmaydi. Ilm sohasida kim biror bir yutuqqa natijaga yetishgan bo'lsa, bilingki, kimgadir shogird bo'lgan, kimnidir tajribasidan foydalangan. Ya'ni o'zidan burungi olimlarning tajribasidan foydalangan. Hozirgi kunda mazhab kerak emas, hadisni o'zi bizga kifoya qiladi deyotgan odamlar 1000 yildan ortiq minglagan mujtahid olimlarning ijtihodini qilgan mehnatlarini bekorga chiqarib qo'yayotgan odamga o'xshaydi. Faraz qiling, samolyot yasamoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Nimadan boshlaymiz? Hozirgi kunga samolyotsozlik sohasi qayerga yetib kelgan bo'lsa, o'sha yerdan davom etkazamiz. Zavod quramiz, ana shu texnologiyalarni olib kelamiz, stanogini qo'yamiz, tayyor yetkazib qo'yishgan joydan davom etkazib ketamiz. Yo boshidan boshlaymizmi uchishlikka harakatda. Yelkamizga shu qayishdanmi, qog'ozdanmi qanotni baylab turib, avval bo'lgan uchishga harakatlar. Birimiz tog'dan tashlaymiz, birimiz tomdan tashlaymiz, bo'ynimiz uziladi. Aytingchi, samolyot yasamoqchi bo'lgan odam yana boshidan boshlaganidan ko'ra shu davrgacha yetkazib qo'yishgan joydan davom etkazib ketgani ma'qul emasmi? Imom Azam rahmatullohi alayhining ilm darajasi. Imom Azamning xudojo'yligi. Inson taqvodor bo'lmasa, xudojo'y bo'lmasa, Alloh unga diniy bilimlarni bermaydi. O'zini tanitadigan ilmni Allohdan qo'rqqan kishilarga beradi. Imom Azam rahmatullohi alayh mana shunday bir xudojo'y kishilardan edi. Alloh u kishiga ilm berdi. Alloh taolo u kishiga fath eshiklarini ochib qo'ydi. Alloh taolo u kishiga qalb ko'zini ochib qo'ydi. Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayhi aytadi, Abu Hanifadan xudojo'yroq kishini ko'rmadim deydi. Kunlarda birida Imom Azam rahmatullohi alayh daryoda bo'yiga turib olib, bir dirhamdan kichkinaroq bo'lgan kichkina najosatni ishqalab yuvib tozalayapti. Bilasizlar, agar najosat bir dirhamdan kichkina bo'ladigan bo'lsa, karohiyati yo'q. Endi ishqalab tozalayapti. Shunda bir kishi ko'rib qolib, "Ey imom, ha bu najosat bir dirhamdan kichkina bo'lsa, zarari yo'q-ku. Nimcha buni ishqalab yuvyapsiz?" deganida, "Ha, taqsir, u fatvo. Bu taqvo" degan ekan. Qarang, odamlarga yengil fatvo aytayotganda odamlarning holiga qarab, yengil fatvo aytgan, lekin o'zini shaxsiyatiga kelganda qiyinini qilgan. Bizning zamonimizda teskari. Shunday bir odamlar bor, xilofli masalani qiyinini olaveradi. Ikkita javob bor. Bittasi qiyinroq, bittasi yengilroq. Odamlarga yengilrog'ini aytishdan o'rniga ayni qiyinini, ixtilofga, kelishmovchilikka sabab bo'ladigan topib aytadi. Endi o'zini qarang-da, o'zini. Qaysimizga amal qilyaptimi o'zi? Bu u kishining taqvosiga dalolat edi. Muxtalat amal deyiladi. Muxtalat amal. Muxtalat amalni qilib yurib 1000 rakat namoz o'qigandan ko'ra muxtalat amalni qilmasdan taqvo bilan qilingan 1 rakat namoz afzal. Muxtalat amal nima edi? Muxtalat amal bir inson savob ish qiladi, gunohlarni ham aralashtirib qo'yaveradi. Taqvo bilan qilingan amal mana shu gunohlardan ehtiyot bo'lib qilingan amal. Shunaliga bir inson savob ish qiladi, gunohni ham aralashtirib qo'yadi.
Ha, mana shu gunohda aralashtirsa ham savob ish qilyapti. Albatta bunga ajr bor, lekin bu muxtalat. Gunoh bilan savob aralashtirib qilingan ish insonni Allohga yetkazishi, Alloh taoloning rahmati yetkazishligi qiyinroq bo'ladi. Buni misoli yangi mashina bilan eski mashinaga o'xshaydi. Bozorga chiqdingiz, narxini arzoniga qiziqdingiz, sifati past bo'lsa ham, eski bo'lsa ham, judroq bo'lsa ham oldingiz mashinani. Bu ham mashina. Shahardagi bordi keldi mayda-chuyda ishingizga yaraveradi, ammo uzoqroq masofaga minib borgani jur'at qilmaysiz. Agar qimmatrog'ini qiynalib yurib topgan pulingiz bilan qimmatrog'ini, yangirog'ini olsangiz, har qancha uzoq masofaga ketaverasiz. Amallar ham xuddi shunaqa. Biz ham jonimiz qiynalmaydigan, yengil amalni qilib turib, jonimizga yoqmaydigan, nafsimizga yoqmaydiganlarni qilmasdan gunohlarda aralashtiradigan bo'lsak, ha albatta bu qilgan ibodatimizga ham ajr bor, lekin bu amalimiz bizni Alloh taologa yaqin qilmaydi. Imom Azam mana shunday gunohlardan, hatto maydalardan ham ehtiyot bo'ladigan kishilardan edi. Abu Hanifaning ilmi. Maki ibn Ibrohim aytadi: "Kana a'lamu ahli zamanihi." O'zining zamonasini eng bilimdon kishisi edi. O'zining zamonasini eng bilimdon kishisi edi. Qaysi zamona bu? Tobiinlarning zamonasi. Tobiinlarning ichidagi eng bilimdoni. Har bir yurtda o'zini, qavmini ichidan ajralib turadigan, yulduzdek charaqlab turadigan insonlar bo'ladi. Imom Azam mana shunday tobiinlarning zamonida o'zini yurtida ajralib turgan bir yulduz edi, quyosh edi. Ukalar, nimaga bizda shunaqa bir maqsad bo'lish kerak emas? Nimaga biz ham o'zimizning mahallamizda, shaharimizda, yurtimizda mana shu ilmimiz bilan, taqvoyimiz bilan, amalimiz bilan shunday ajralib turmasligimiz kerak? Nimaga shunday bir oliy maqsadni oldimizga qo'ymaymiz? Savol beraylik o'zimizga. Nima imkoniyatimiz yo'qmi? Bor imkoniyatimiz. Xohlashimiz kerak, Allohdan so'rashimiz kerak va qattiq harakat qilishimiz kerak. Yoshlar, bu yoshlik ilm o'rganadigan, hunar o'rganadigan davr. O'yin kulgunicha 40 ga kirganda eplasa bo'ladi. 40 ga kirganda yugursa ham bo'ladi, boshqa o'yin kulguni qilsa ham bo'ladi, lekin kalla yoshligidaqa bo'lmaydi. Ukalar, men falonchini o'g'liman deb otangizni atini aytib faxrlanishni o'rniga shunday yashang, shunday bir mehnat qilingki, otangiz sizni atingizni aytib turib faxrlanadigan bo'lsin. Men falonchini otasiman deb turib, otangiz sizni nomingiz bilan faxrlanadigan bo'lsin. Nimaga otangizga shunday sharafni berishni xohlamaysiz? Yo'l oson. Allohdan so'rash kerak, qattiq xohlash kerak, sababini qilish kerak. Soya bo'lib qolmaylik. Biz o'zimiz bir daraxt bo'laylikki, bizni soyamizdan odamlar bahra olsin. Endi bu ilm o'rganishlik xususida Abu Hanifaning bir nasihatlari bor ekan. U kishi aytadi: dunyo uchun ilm o'rganib o'tish kishining qalbiga ilm o'rnashmaydi va undan foyda ola olmaydi. U ilmning barakatini ham ko'rmaydi. Ilm o'rganilsa, xolis Alloh uchun bo'lsa, Alloh ro'yobga chiqaradi. Agar dunyo tamasi uchun bo'lsa, hurmat e'tibor uchun bo'lsa, mansab uchun bo'ladigan bo'lsa yoki qandaydir boshqa bir dunyoviy maqsadlar uchun ilm o'rganilsa, Alloh taolo barakasini ham bermaydi, ro'yobga ham chiqarmaydi, o'zi ham foyda ko'rmaydi, boshqalar ham foyda ko'rmaydi. Oramizda yo'qmi shunaqa odamlar? Qur'onni yodlagandir ehtimol ma'lum bir qismini, ma'lum bir diniy bilimlarga ega bo'lgandir. Qarasangiz, na o'zi foydalanyapti ilmidan, na boshqalar foydalanyapti. U kishi aytadi, musibatlarning eng kattasi vaqtni behuda o'tkazishlik. Ukalar, vaqtni behuda o'tkazishlik Imom Azamning nazarida musibatlarning eng kattasi. Chunki oltin berib ham, brilliant berib ham bu vaqtlar qaytarilmaydi. Qani edi yoshligim qaysa deydi qarilar. Qaytmaydi-da. Agar o'sha 15 yasharga zehnim bo'lgandami deydi, bo'lmaydi-da endi. Endi nimaga qadr yetyapti bu qarilar desiz, yo'qotdi-da uni. Siz bilan bizda yoshlarda mana shu imkoniyat bor, qadriga yetaylik. Muhim nuqta ilm xususida
Hammamiz ojizmiz. Hammamiz nochormiz. Hammamiz zaifmiz. Ilm o'rganishlikda. Chunki Alloh taolo bergan iqtidor, qobiliyat har xil. Talant. Birimizni zehnimiz zo'rroq, bizimizniki pastroq, bittamiz zo'rmi? Muhimi bo'lmas ekan lekin. Muhim bo'lmasa, muhim nima ekan? Muhimi sidqidildan Allohdan so'rasak, Alloh berar ekan. Sidqidildan xohlab so'rab, shu ilmga olib boradigan sabablarda sabr qilib qilsak, Alloh ilm berar ekan bizga. Imom Abu Yusuf mana Abu Hanifaning eng ulug' shogirdlaridan. Zehni juda ham zo'r bo'lmagan ekan. Oilasi ham nochor bo'lgan ekan. Lekin sidqidildan so'rab, mehnatni qilgan ekan, Alloh u kishini qozi huzur darajasiga yetkazibdi. Bir odam meni zehnim pastda bahona qilmasin. Bitta odam meni imkoniyatim yo'q ishga deb bahona qilmasin. Yuraydan so'rasin, sabab qilsin, mehnat qilsin, Alloh taolo beradi. Ko'rmaysizmi? Kasal odam kasal bo'lganda kechasi bilan yig'laydi. Sababini qilib doktorga boradi, shifo beradi Alloh. Qarzdor odam uxlamasdan kechasi bilan Allohga yig'lab, Parvardigor qarzimdan najot ber deydi, domlalardan maxsus duolarni so'rab o'qiydi, yuguradi, yeladi, qarzidan qutuladi. Nimaga qutuldi? Nimaga shifo topdi? O'zi xohladi, so'radi va nima qildi? Harakat qildi. Demak, ilm o'rganishlikda hech kimi imkoniyati cheklangan emas. Bu faqat insonning o'zini yalqovligi va tamballigi. Imom Azam savdogar bo'lgan, boy odam bo'lgan. Badavlat odam bo'lgan. Va o'ta saxovatli kishilardan bo'lgan. Imom Azamning uyi Kufada 2 tabaqali edi. Muhtasham. Domla bo'lib turib 2 etash uy solgan. Bunga alohida to'xtaymiz. Bir odam kelib, "Ey imom, imom bo'lsangiz, buna qilib 2 qavat uyni solib dunyoga berib ketishingiz qana bo'lar ekan?" dedi. Hozirda ham bo'ladi-ku. Imom Azam javobi, binoning 2 qavat bo'lishi, ko'rkam bo'lishi, avvalambor bunga meni ehtiyojim bor. Uyimga ko'p odam keladi. Undan tashqari, Kufaga tushgan har bitta kishi agar faqir bo'lsa, birinchi bo'lib meni uyimni ko'rsin. Agar yordam kerak bo'lsa, mana shu odam boy ekan deb meni uyimga kelsin deb qilganman deb javob bergan. Mahallada bitta uy bo'lib tursin deb qurmagan ekan. Bir yilda 2 martadan kapitalni remont qilmagan ekan. Bizni ayrim akalarimizni binoni baland solgan bo'lsa, dunyosini kattaligi bilan nima uchun sarflayotganligi, nima maqsadda qilayotganligini o'zlari biladi. Lekin Imom Azam boy bo'lgan ekan, uyni 2 etash solishida maqsadi shu bo'lgan ekan. Imom Azam rahmatullohi alayh majlislarining birida, ilm majlislarining birida bir odamni qarasa, kiyimlari juldirvoqa bo'lib ketgan. Eski yudab ketgan kiyimlar. Shuni kuzatibdi-da, ertasi kungi majlis tugagandan keyin haligi eski kiyimli kishini siz taqsir qoling debdi. Hamma chiqib ketganda haligi juldirvoqa kiyimli odam qoldi, Imom Azam bilan. Ikkalasi yolg'iz qolgandan keyin "Ona janozaga ko'taring" dedi. Haligi odam janozaga ko'tarsa, tagida 1000 dirham pul qo'yib qo'yibdi. Ana shu pulni olib, ustuvoshiga to'lab oling dedi. Berishni yo'lini qarang. Hammaga ko'rsatib, ko'z-ko'z qilib, hammani oldida men emas. Haligi odam pulni ko'rib, xijolat tortib, "Taqsir, bunga meni ehtiyojim yo'q. Men badavlat odamman" deydi. Shunda Imom Azam, siz axir payg'ambarimizni hadisini eshitmaganmisiz? Innalloha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Bu Alloh bir bandaga bergan ne'matining asarini bandasida ko'rishni xohlaydi, yaxshi ko'radi degan hadisni eshitmaganmisiz? Qo'lingizda davlatingiz bo'lib turib, juldirvoqali kelib yurishligingiz ma'qul emas, Allohga xush kelmaydi. Ustingizni chiroyli qilib oling degan ekan. Diqqat qilinglar. Alloh bir bandaga davlat bergan bo'lsa, shu davlatini, shu ne'matini
bandasida asarini, izini ko'rishni xohlar ekan. Bu degani ahli davlat bo'lgan odam, boy badavlat bo'lgan odam farzlarni bajarayotgan bo'lsa, haromdan tiyilayotgan bo'lsa, zakot sadaqani berayotgan bo'lsa, chiroyli kiyinishlikka haqqi bor degani. Bordaqa kiysin degani. Bir mashina mingan bo'lsa, borda minsin degani. Bu qaysi dunyo? Ma'qul emas. Shu dunyoga berilib ketishlik, ibodatni qo'yib qo'yishlik, harom-haramchilikka olib ketib qolishligi, dunyoga mukkasidan ketib qolishi mumkin emas. Imom Azamning chakmoni 4000 dirham bo'lgan. Ustidagi chakmoni 4000 dirham bo'lgan. Domlalar mashina olib minayotgan bo'lsa, birodarlar, domlalar imorat solayotgan bo'lsa, ular ham sizlarga o'xshagan odam. Domla bo'lishdan tashqari tijorati bor, oldi sotisi bor, muomalasi bor. Haromdan topmayapti, birovga zulm qilmayapti, birovning haqqini tortib olmayapti, birovning narsasini o'zlashtirib olmayapti. Halol topgan puliga olib minishi mumkin mashinani. Uy solishi ham mumkin, chiroyli kiyinishi ham mumkin. Alloh taolo yaxshi ko'radi bergan bo'lsa, banda ko'rsatib yursa shuni. Uni kelganda aytib qo'yay. Sudxo'rlikning haromligini domlalar o'rgatyaptimi sizlarga? Mumkin emas deyaptimi? Riboga kirsang, oxir halok bo'lasan deb turib, chuqurni ko'zingiz ochib ko'rsatib qo'ygan domlalarmi? O'zi eng yaxshi odamlar shu domlalar o'zi. Nimaga shu odamlar mashina minsa, chiroyliroq kiyinsa, bir imorat solsa, muhokama qilinishligi kerak? Imom Azam boy bo'lgan ekan, 2 qavat uy solgan ekan, 4000 dirhamlik yaxta kelgan ekan. Tushunarli birodarlar. Domlalar qayerdan olyapti, nima qilyapti? Siznikini olmayapti, aniq u. Sizni mulkingizni tortib olmayapti. Mehnat qilib, tijorati bilan, hunari bilan, oldi sotisi bilan olyapti. U ham sizga o'xshagan odam. Domlalarning go'shi zaharli birodarlar. G'iybat qilmaylik. Tilimizni tiyaylik. Agar mumkin bo'lmaganida, mana imomlarimiz birortasi qilmagan. Albatta, dunyoga berilmaslik kerak. Ibodatni qoldirmaslik kerak. Lekin shariat doirasidan chiqmagan bo'lsa, domlalar ham odam sizlarga o'xshagan. Abu Hanifani sifatlashadi. U kishining zamondoshlaridan biriga Abu Hanifani bizga sifatlab bering deydi. U kishi aytdi, "Vallohi, haromdan juda qattiq o'zini ehtiyot qilar edi." Hafs ibn Abdurrahmon Abu Hanifaga tijoratda sherik edi. Abu Hanifa unga molni beradi katta miqdorda, u olib borib Iroq shaharlarida aylanib yurib sotib kelardi. Bir kuni Imom Azam Hafs ibn Abdurrahmonga katta miqdordagi tijorat molini berdi-da, berib turib, "Mana bu kiyimni mana bunday aybi bor. Sotayotganingni shuni olayotgan odamga bildirib qo'yib sot" dedi. Hafs ketdi. Katta tijorat, oldi sotdining ichida haligi kiyimni yoki boyagi molni aybini aytish esdan chiqib sotib oldi. Keyin esiga keldi. Haligi sotib olgan odamni istadi, topolmadi. Noiloj qaytib keldi. Qaytib kelib imomga bo'lgan ishni aytdi. Imom Azam rahmatullohi alayh taqvodor kishi edi. Shubhadan, haromdan o'zini ehtiyot qilar edi. Bu ishdan norozi bo'ldi-da, ana shu molni, pulini ham, foydasini ham Alloh yo'lida sadaqa qildi. Mana shunday imom haqida odamlar bo'mag'ur gaplarni gapirayotgani bizning zamonamizda quloqqa chalinib qoladi. Keyingi nuqtamiz iymoningning hajmi dinga bo'lgan, musulmonlarga bo'lgan g'ayratingga bog'liq. Iymoningning hajmi islom va musulmonlarga bo'lgan g'ayurligingning hajmiga bog'liq. Ko'rib qolamiz, ayollar behayo ko'rinishda ko'chada yursa, kimdir ko'radi, ichidan g'ayurligi keladi. Musulmon bunda yurish kerak emas deydi, norozi bo'ladi. Aroq ichishlik, boshqa gunohlar bilan musulmonlar shug'ullanib yurganini ko'rgan paytda shundan norozi bo'lib, ichidan g'ayurligi keladi kimdir. Nohaq Allohga noma'qul bo'lgan ishlar sodir bo'layotganda odamni g'ayurligi keladi. Bu odamning iymoni borligidan. Endi shunday insonlar ham borki, ularga baridir. Ularga baridir. Bu harom desang ham qilaveradi. Harom ish bo'layotgan bo'lsa, hech narsa bo'lmayotgandek o'tib ketaveradi. G'ayurligi kelmaydi. Bu odamda iymoni bormikin degisi keladi. Ko'fa ahlidan bo'lgan bir kishi
hurmatli kishilardan bo'ladi, badavlat kishilardan, gap o'tadigan kishilardan. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu haqida noma'qul so'zlarni gapirib yurgan bo'ladi. Aytadiki, Usmon ibn Affon bilasizlar, xulafoi roshidlarning 3-chisi. Tirikligida Rasulullohning tilidan jannatiy ekanligini eshitgan ulug' kishi. Rasulullohning ikkita qizlariga nikohlangan Usmon ibn Affonni bu yahudiy bo'lgan deb gap tarqatib yurgan bo'ladi. Islomga kirgandan keyin ham yahudiy bo'lgan degan gapni tarqatib yurgan bo'ladi. Mana endi ulug' insonlardan biri Usmon haqida noma'qul gapni tarqatayotganligini eshitib, Abu Hanifani g'ayurligi qo'ziydi. Haligi odamni topib boradi. Kirganida u kishi xush kelibsiz deydi. Xush kelibsiz deydi. Abu Hanifa unga aytadi: "Men sizni qizingizga bir birodarim uchun sovchi bo'lib keldim" dedi. Xush kelibsiz ey Abu Hanifa. Sizdek kishining so'zi qaytarilmaydi. Kim uchun so'rab keldingiz dedi. Kim u odam dedi. Imom Azam aytdi: "Sharafli, nasabli, mol davlatli bir kishi. Qo'li ochiq, saxovatli, hofizi Qur'on, tunlari namoz bilan qoyim, kunduzlari Allohdan qo'rqib yig'laydigan." Bo'ldi dedi. Yetadi dedi. Ey imom, yetadi dedi. Siz aytgan sifatlarda ayrimlarini o'zi kifoya qiladi. Bunday sifatlarga ega bo'lsa, bu odam xalifani qiziga loyiq ekan dedi. Bu sifatlarda o'zida jamlagan odam xalifani qiziga uylanishiga loyiq ekan dedi. Abu Hanifa, ammo bitta xislati bor aytib qo'yishim kerak dedi. Qanday xislat? U kishi yahudiy dedi. Boyagi kishi cho'chib ketdi. Ey imom, nima deyapsiz dedi. Qizimni yahudiga berishimni xohlaysizmi dedi. Ey Allohga qasam, agar yer yuzidagi hamma odamlarning yaxshi sifatlarini o'zida jamlagan bo'lsa ham, u yahudiyga qizimni bermayman dedi. Deganida Imom Azam: "Ey Allohning quli, sen qizingni yahudiga berishingni xohlamaysan-u? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bir emas ikki qizini yahudiga bergan deb o'ylaysanmi?" Hali kishi tavba qildi, bu so'zidan qaytdi. Ko'ring, bir musulmonni nohaq ayblayotganda, nohaq unga tuhmat qilayotganda Imom Azamning g'ayurligi kelyapti-da, haligi odamni isloh qilib tuzatib qo'yapti. Bizni oldimizda ham kimdir haqida bir unaqa aybga ega bo'lmagan odam haqida tuhmat, ayb, g'iybat qilinayotganda bir marta og'zimizni juftlab, to'xtang. Siz o'zingiz ko'rdingizmi? Qo'lingiz bilan ushlab ko'rdingizmi? Yo eshitdingizmi o'zidan? Yo eshitgan gapingizni ko'tarib yuribsizmi? Deganmizmi bir marta? Mana shu siz bilan bizning iymonimizni hajmini bildiradi. Islom va musulmonlar haqida g'ayurligimiz bo'lmasa, bir o'zimizni bir mulohaza qilib tekshirib qo'yaylik. Imom Azam musulmonlarga va islomga g'ayur bo'lgan kishilardan. Abu Hanifa odamlarni faqat yaxshilik bilan zikr qilar edi. Hatto dushmanini ham g'iybat qilmas edi. Agar so'ralmasa, gapirmas edi. Shunday odamlar bor. Odamlarni faqat aybini qidiradi, istaydi, poylaydi, eshitib bilgandan keyin tarqatadi, yoyadi, fosh qiladi. Imom Azam odamlarni faqat yaxshiligini gapiradi. Iso alayhissalom o'zining havoriylari bilan ko'chada ketib borar ekan, yo'lda o'lib yotgan bir jussaga ko'zi tushdi. Qo'ymidi, itmidi, xullas bir hayvon sasib ketgan. Havoriylar yomon badbo ekanmi, yomon sassiq ekanmi deb sassig'ini zikr qilishdi. Iso alayhissalom esa tishlari nihoyatda oppoq ekanmi dedi. Qidiraman desangiz har bitta odamda ayb yetarli. 10 ta fazilati bo'lib turib, 2 ta aybi bo'lsa, odamlar bor shu 2 ta aybini ila ko'radi. Imom Azam rahmatullohi alayh o'zini zamonasini ulug' insonlardan biri. Va inshaalloh qiyomatgacha bu ummati Muhammadga foydasi katta bo'lgan kishilardir. Abu Hanifa birovni g'iybat qilmaydi. Ibn Muborak rahmatullohi alayh aytadilar, Abu Hanifa g'iybatdan uzoq inson edi. Hattoki dushmanini ham g'iybat qilmas edi. Hammamizga ma'lum, g'iybat bu og'ir gunohlardan. Inson g'iybat qilishligi bilan o'zini musulmon birodarini go'shtini yegan bilan barobar bo'ladi. Musulmon g'iybat qilishligi bilan o'zining savoblarini g'iybat qilinayotgan kishiga o'tib ketishiga sabab nishti qilgan bo'ladi.
Imom Azam hatto dushmanini ham agar biroz so'ramasa, g'iybat qilmas edi. Bir odam ikkinchi odam bilan bir qudandachilik qilmoqchi bo'lsa, o'g'li yoki qizi haqida ma'lumot so'rab kelsa, shu so'rab kelgan odamni o'zigagina agar biror aybi bo'ladigan bo'lsa bildirishlik mumkin. Yoki biror bir zolimni zulmidan qutqarib qolishlik uchun uni zolimligini aytish g'iybat bo'lmaydi. Biror inson birov bilan bir sherik tijorat qilmoqchi bo'lsa, xiyonatkor bo'lsa yoki qandaydir boshqa bir aybi bo'ladigan bo'lsa, shu narsani so'rab kelgan odamni o'zigagina aytishlik mumkin. Endi buni fosh qilishlik, odamlar o'rtasida yoyib yurishlik bu man qilingan g'iybat. Imom Azam hatto dushmanini ham agar kelib biroz so'ramasa, g'iybat qilmas edi. Sufyon as-Savriy rahmatullohi alayhi aytadilar, Abu Hanifa o'zining hasanotlarini boshqalarga o'tkazib yuradigan amallarni qilishdan uzoq edi deydi. Mana shu g'iybat haqida hadislarni o'qiymizda yo beparvoligimizdan yo iymonimiz zaifligidan e'tibor bermaymizki, shu aytilayotgan hadis siz bilan bizni ustimizga 100% tushib qoladi. Lekin parvo qilmaymiz. Shuning uchun salaflardan biri aytadi, salaf solihinlardan biri aytadi, agar men g'iybat qilmoqchi bo'lsam, ota-enamni g'iybat qilgan bo'lardim deydi. Modomiki g'iybat qilingan odamga g'iybat qiluvchini savobi o'tib ketar ekanmi, savobim ota-enamga o'tishligi to'g'riroq bo'ladi. G'iybat qilish kerak bo'lsa, ota-onamni g'iybat qilgan bo'lardim deydi. Mana hammamizga ma'lum hadis, mashhur hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Atadruna manil muflis?" Muflis kim ekanligini bilasizlarmi? Sahobalar aytishdi, dinori, dirhami, dunyo bir chaqasi bo'lmagan odam bizda muflis deyiladi dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, meni ummatimdan bo'lgan muflis qiyomat kunida namozi bilan keladi, ro'zasi bilan keladi, savob amallari ko'p keladi. Ammo hayotda dunyodalik davrida kimidir so'kkan, kimidir haqorat qilgan, kimi molini tortib olgan, mana shu haqdorlar dunyoda haqqini olamagan bo'lsa, qiyomatda shu kishining savoblarini olib ketadi. Savoblari qolmaydigan bo'lsa, o'zini gunohlarini yuklatishadi. Imom Azam rahmatullohi alayh g'iybatdan uzoq bo'lgan kishilardan edi. Abu Hanifaga odamlarning bergan baholari. Bir chiroyli arabiy bir hikmat bor. Al-sinatul xalq aqlamul haqq. Haloyiqlarning tillari haq qalamlari. Qaytaramiz. Haloyiqlarning tillari haqning qalamlari. Odamlarning ko'pchiligi bir odamni yaxshi deyotgan bo'lsa, demak shu odamning yaxshi inson ekanligiga dalil bo'ladi. Va juda ko'p odamlar bir odamni yomon deyotgan bo'lsa, xalq yomon deyotgan bo'lsa, demak mana shu odamning haqiqatdan yomon ekanligiga dalil bo'ladi. Musulmon odam xayriyat mastari. Musulmon odam atrofiga faqat yaxshilik urug'ini sochadi. Odamlar uni fe'l-atvoridan, xulqidan odamlar foydalanadi, manfaatlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bir janozani ko'tarib o'tib qolishdi. Kim ekan bu deb so'rashdi. Falonchi qanaqa odam edi bu deb so'raganlarida odamlar yaxshi odam edi deyishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, vajabat. Vojib bo'ldi. Yana bir odamning janozasini olib o'tishdi bir qancha vaqtdan keyin. Bu kim ekan? Bu falonchi. Qanaqa odam edi bu? Bu yomon odam edi deyishdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam vojib bo'ldi dedilar. Shunda sahobalar, nima vojib bo'ldi ya Rasululloh? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khayrin adkhalahu Allohul jannata. Qaysi bir kishiga, bu hadis Imom Buxoriydan, Buxoriyning sahihlarida keltirilgan. Qaysi bir mo'minga, musulmonga 4 kishi yaxshi inson ekanligiga guvohlik bersa, Alloh bu kishini jannatga kirgizadi. Qaysi bir mo'minga 4 ta odam yaxshi inson ekanligiga guvohlik bersa, Alloh u kishini jannatga kirgizadi. Shunda sahobalar 3 ta bo'lsa-chi ya Rasululloh deydi. Yaxshi deb 3 ta odam guvohlik ko'rsatsa, 3 ta bo'lsa ham dedi. 2 ta odam guvohlik ko'rsatchi dedi.
ikkita odamman dedi. Sahobalar aytadilar, bitta bo'lsa-chi deb so'ramadik deydi. Imom Azamni zamondoshlarini aksariyati hammasi maqtagan. 1000 yildan ortiq yashab kelayotgan mana shu muddatdagi musulmonlar ham Imom Azamni maqtagan. Necha millionlagan musulmon bo'ladi bu? Endi shunday bir davrga keldikki, bu ulug' imomlar haqida nojo'ya gaplarni gapiradigan odamlar ham oramizda topilib qolyapti. Afsus. Afsus. E'tibor beradigan bo'lsak, bu maqtalgan odamlar kimlar desangiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam maqtagan 3 ta asrning odamlari. Eng yaxshi asr mening asrim dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'zi yashagan va sahobalar yashagan asr. Summallazina yalunahum. So'ngra mendan keyingi asr. Tobiinlarda asri. Summallazina yalunahum. So'ngra ulardan keyingi asr. Rasululloh zo'r degan 3 ta asrning odamlari bu kishining yaxshiligiga guvohlik bergan. Bu odamlar haqida nojo'ya gapni gapirishdan juda bir ehtiyot bo'laylik. Abu Hanifaning omonatdorligi. Ibn Uyayna rahmatullohi alayhi aytadi. Abu Hanifadek omonatdor kishini ko'rmadim. U kishi vafot etganida uyidan 50 ming dinorga yaqin omonat mollar chiqdi. Ulardan 1 dinorni ham zoya qilmagan edi. Bir insonni omonatdorligi uning iymoniga, islomiga dalolat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Ahmadning musnadlarida keltirilgan, qala nabiy sollallohu alayhi vasallam la imana liman la amanata la va la dina liman la ahda la. Omonatdorligi yo'q kimsaning iymoni yo'q, ahdi yo'q kimsaning dini yo'q. Musulmon odamda omonatdorlik sifati bo'lishligi kerak. Amonat deyildimi, xiyonatdan ehtiyot bo'lsin. Ahdida turishligi kerak musulmon. Birovga va'da berdimi, ma'lum bir narsaga kelishildimi, keyin ra'yi o'zgarib qolmasligi kerak. Uyga borib kelgandan keyin. Baraka qiladi, kelishlikni bir borib keladi uyga, fikr o'zgarib keladi. Omonatdorlik bu musulmondagi bir eng ko'zga ko'ringan va zarur bo'lgan sifatlardan. Agar bir savdogar odamga aytilinsa, "Mana odamni ishga oling. Faqat aybi shu uxlab qoladi, kech qolib keladi, ancha-muncha ko'p gapirib qo'yadi, lekin omonatdor" desa, haligi omonatdorlik degan sifati berigi ayblarini nima qiladi? Yopib tashlaydi. Endi aksincha, "Mana odamni oling" deydi. Hisob-kitobga zo'r, kuchli, vaqtida keladi. Faqat bitta aybi bor. Omonatdor emas desa, mana shu omonatdor emas degan sifati narigi sifatlarni yuvib ketadi. Imom Azam rahmatullohi alayh omonatdor kishi edi. Kunlarning birida Abu Hanifa rahmatullohi alayhning birodarlaridan bittasi menga falon sifatdagi bir to'n yoki chakmon olib bering deydi. Kutib turing, bo'lganda aytaman deydi. Bir qancha vaqt o'tdi. Ana shu kishi talab qilgan kiyim keldi. Birodarini chaqirdi, "Mana bu sizning talabingiz" dedi. Ko'rdi, sifati yoqdi, kiyib ko'rdi, ma'qul bo'ldi. Narxi qancha dedi. 1 dirham dedi. Juda ham oz pulda aytdi. 1 dirham. Bundan bir qancha bar qimmat edi bu. Bir necha barobar. Imom dedi, "Hazlashyapsizmi?" dedi. "Yo'q, hazlashmayapman" dedi. "Masxara qilyapsizmi?" "Yo'q" dedi. "Masxara ham qilmayapman" dedi. "Nimaga 1 dirham deyapsiz?" dedi. 20 dinordan kam bo'lmaydi bunaqa kiyim. "Kecha 2 ta to'n oldim" deydi. 2 ta to'n oldim, narxi 20 dinori 1 dirhamga oldim deydi. Bittasini sotdim 20 dinorga. Bu to'n menga 1 dirhamga qoldi. 1 dirhamga oling dedi. Ana birodarchilik. Agar omonatdorlik bo'lmasa, qo'l ochiqlik bo'lmasa, saxovat bo'lmasa, shu ishni qiladimi? 20 dinorlik to'nni 1 dirhamga beryapti. Abu Hanifa rahmatullohi alayh halim insonlardan bo'lgan. Abdulloh ibn Muborak aytadi: "Abu Hanifadek halim kishini ko'rmadim." Hammamizga ma'lum. Zamonamizda mana shu halimlik ko'tarilib ketyapti. Fe'limiz torligidan, asablarimiz tarangligidan ana shu halimlik degan sifat ko'tarilib ketyapti. Esimizdan chiqmasin, halimlik xulqlarning sayyidi hisoblanadi.
Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar sahobalardan biriga, Alloh taolo sizda bir sifatni yaxshi ko'radi deydi. Al-hilmu val anat. Shoshqaloq bo'lmaslik va halimlik deydi. Mana shu Alloh yaxshi ko'rgan sifatlardan bittasi halimlik. Imom Azam mana shunday kishilardan bo'lgan. Imom Azam rahmatullohi alayh o'zini zamondoshlari bergan guvohlarga qarasak, Abu Hanifa ulamolar orasida xuddi xalifa amirlarning orasida turgandek edi. Xalifa amirlarning oldida qanday bir ajralib turadi? Abu Hanifa olimlarning oldida mana shunday ajralib turadigan kishilardan edi. Yana aytiladi, Abu Hanifa o'ta fahmli kishi edi. Agar u kishiga keltirilgan hadis sahih ekani ma'lum bo'lsa, boshqa xabarni qidirmas edi. Ayrim odamlar bor, oyatni aytsang, sahih bo'lgan hadisni aytsang, shart qabul qilib, bo'yin sunishlikning o'rniga o'zini fikrini aytadi. O'zini zamonasidagi ayrim odamlarning gapiga taqqoslaydi. Va o'zini zamonasidagi odamlarning gapini bu hadisdan yoki oyatdan gapini, u odamning gapini to'g'riroq deb biladi. Mo'min odamning holati qanday bo'lishligi kerak? Mana ikkita oyatni o'qib beraman. Astagfiru billah. Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadayta va yusallimu taslima. Siz bilan bizni iymonimiz qaysi darajadaligini mana shu oyatni o'qib bilsak bo'ladi. Yo'q. Parvardigoringizga qasamki, to ular o'z o'rtalarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hakam qilmagunlaricha va keyin siz chiqargan hukmdan dillarida hech qanday tanglik topmay, to'la taslim bo'lmagunlaricha, bo'yin sunmagunlaricha hargiz mu'min bo'la olmaslar. Ikkita musulmonning o'rtasida muammo chiqdi. Hakam kim? Qozi kim? Kim oldiga boramiz hal qilgani bu muammoni? Alloh va Rasulining so'zini oldiga. Xo'p, bordik. Alloh va Rasuli hukmni chiqardi. Endi bizning ishimiz nima bo'ladi? Bo'yin sunishlik, taslim bo'lishlik va qalbimizda norozilik hissi qolmasligi kerak. Siz noto'g'ri qilibsiz, siz endi to'lab berasiz shu narsani desiz, yo'qmaydi hali odamga. Yur, nariga domladan so'raymiz deydi. Yo'q, bunga yo'l yo'q. Talaq tushibsiz, yur, nariga domlaga boramiz deydi. Mo'min odam oyat hadisda aytilganda taslim bo'lishligi kerak. Taslim bo'lib ham qanaqa? Xursandchilik bilan bajarishligi kerak. G'udrashligi kerak emas. Abu Hanifa rahmatullohi alayh hadis ilmining, hadis tafsirining bilimdoni edi. Mana bilasizlar, Imom Buxoriy rahmatullohi alayh Abu Hanifadan keyingi davrda yashagan. Abu Hanifa rahmatullohi alayh o'zining zamonasidagi hadisning eng bilimdon kishisi bo'lgan. Abu Hanifadek hadis tafsirini biluvchi kishini ko'rmadim deydi. Endi o'tgan darsda ham aytdim, bugun ham qaytaraman buni. Shunday bir odamlar bor. Hadisni o'zidangina shar'iy hukmlarda chiqarib olsak bo'laveradi deydiganlar. Mazhabda bizga keragi yo'q deydiganlar bor. Bu odamlar agar hadisni o'zini o'qiblar shar'iy hukm chiqarib olaman deyotgan bo'lsa, demak bu odam o'zini Imom Azam darajasidagi ilm egasi ekanligini da'vo qilyapti. Shuna desam to'g'ri bo'ladi. Bizga mazhabni keragi yo'q, biz hadisni o'zimiz o'qib fatvo chiqarib olamiz deyotgan odam, men Imom Azam darajasiga yetdim, menga mazhab bosh kerak emas, men o'zim yo'l topib ketaveraman deyotgan bo'ladi. Rozimisizlar? Shuna bo'ladi da'vosi. Aytinglarchi, yer yuzida mana shu 4 ta imomda birortasiga hozirgi kunda ilmi teng bo'lgan olim bormi? Bizi oramizda Imom Azamning ilmiga teng ilmim bor degan odam bormi? Yo'q. Ketdik. Yarmigacha. Yo'q. 4dan 1 ilmiga teng keladigan odam bormi ilmli ishimizda? Unda nimaga mazhabni yig'ishtirib turib biz hadisda o'zidan fatvo ola olamiz deb ayta olamiz? Samolyot yasashda misolni yana bir qaytarib qo'yamiz. Chunki bu o'tgan juma kelmagan akalarimiz ham bor. Samolyot yashamoqchi bo'lgan odam, uchmoqchi bo'lgan odam nima qiladi?
Hozirgi kunda samolyotsozlik qaysi darajaga yetib kelgan bo'lsa, ana shu yetkizgan joyidan boshlab samolyot qilib ketaveradi. Zavod quradi, texnologiyasini olib keladi, stanogini olib keladi, ustasini olib keladi, samolyotni yasab turib uchib ketaveradi chiqib. Endi bu osmonda uchishlik boshlanishi qana bo'lgan? Tarixiy filmlarda ko'rsanglar ko'rasizlar, Ponakaga o'xshagan narsadan samolyot qilib bir qilibdi, samolyot sinib ketayotgan, qanot boylab uchayotgan, qoqilib, so'qilib 100-200 yil deganda mana shu hozirgi davrga yetib keldik samolyotsozlikda. Endi ayting, mana shuncha yillik tajriba to'plangan ilmdan foydalanmasdan chekiga surib qo'yib, men o'zim boshidan boshlayman deb qanot qoqayotgan odam aqlli odam bo'ladimi? 1000 yildan beri bu mazhablar odamlarda boshqarib, hayotidagi mushkulalarni hal qilib, shar'iy fatvolarni, hukmlarni aytib turgan bo'lsa, endi bu narsalar kerak emas, biz hadisda o'zi bilan ketaveramiz deyishlik. 1000 yillik tarixga ega bo'lgan bu mazhabni inkor qilishlik emasmi? 1000 yildan beri yashab kelgan olimlarning qilgan mehnatini ikki pulga chiqarish emasmi? Agar Imom Azamchalik ilmim bor degan odam bo'lsa, qo'lini ko'tarsin. Yarimicha ilmi bor odam qo'lini ko'tarsin. Yo'qmi? Mazhabga ushlab ketaveraylik. Abu Hanifa shunday deb aytadi. Allohga qasam ichib aytamanki, kim bizni qiyosni hadisdan ustun qo'yadi desa, yolg'on gapiribdi. Bizga tuhmat qilibdi. Hadis sahih bo'la turib, qiyosga o'rin qolarmidi? Shuning uchun Imom Azam hadis turganda bir chekka surib qo'yib, o'zining ra'yini aytgan, degan gapni gapirayotganlar tuhmat qilayotganligini Abu Hanifa qasam bilan aytayapti. Ba'zi bir hadislarni Imom Buxoriy keyingi davrda yashab yiqqan bo'lsa, Imom Azam mana shu hadis haqida bexabar bo'lishi mumkin. Chunki Imom Buxoriy faqat hadis jamlash bilan shug'ullangan. Bo'lishi mumkin ba'zi bir hadislarni Imom Azam eshitmaganligi. Lekin hadis turganda hadisni chekka qo'yib qo'yib, o'zining ra'yini bilan hukm chiqargan degan odam Imom Azamga tuhmat qilayotgan bo'ladi. Imom Azam o'ta fahmli, aqlli kishi edi. Bir kuni bir odam keldi, aytdiki, men ayolim gapirmagunicha unga gapirmayman deb qasam ichdim. Men ayolim gapirmagunicha unga gapirmayman deb qasam ichdim. Ayolim ham toki o'zingiz so'zlamagunicha men ham gapirmayman deb qasam ichdi. Endi nima qilamiz dedi. Shunda Imom Azam borib gapirar, hech narsa emas dedi. Bu yerda guvoh bo'lib turgan Sufyon as-Savriy nimaga asoslanib buni hukm chiqardingiz dedi. Imom shunday so'zini izohladi. Avval qasam ichgan. Uni so'zidan keyin ayol kishi qasam ichgan. Erkak kishi sen gapirmaguncha gapirmayman deb qasam ichgandan keyin ayol gapirib qasam ichdimi? Demak, qasami oqlandi. Unga kafforat to'lashlikda hojati yo'q dedi. Shunday qilib kafforat shart emas dedi. Sufyon as-Savriy hazratlari hali ilmda siz erishgan kashflardan biz g'aflatdamiz dedi. Alloh taolo Imom Azamni juda ko'p bir xayriyatlar bilan aziz qilgan edi. Chunki bu kishining hayot haqida dars boshlaganimizda aytganmiz. Alloh qaysi bir bandaga yaxshilikni ravo ko'rsa, uni dinni tushunadigan, dinda faqih qilib qo'yadi. Shuning uchun akalar, mazhab kerak emas deyotgan odamlarchi, ya'ni o'lanroq gapirsin-da. Endi o'sha domlasiga erchib gapirayotgandir. Domlasidan eshitib olgan gapi bilan bu ulug' imomlarga ta'na yetkazayotgandir. Senchi, birodar, mana shu imomlarga bir ta'na yetkazishingdan avval o'zing bitta kitobda o'qib yodlab ko'r. Masalan, qunut duosini yodlashga qancha qiyinchilik bo'ladi o'zi. Dars berishlikka, dars o'rganishlikka. Shuning uchun avval sen bu ko'chaga kirib ko'r. Bir 3-4 qadam yurib ko'r. Yura olarmikansan? 5-6 qadam yurganingdan keyin bilasan bu odamlarning qadrini. Zar qadriga zargar yetar. Imom Azam rahmatullohi alayhining hayotida bo'lib o'tgan, yoshligida bo'lib o'tgan bir voqeani aytib o'tamiz. Xudosizlar bilan bo'lgan bahsi vaqtimiz yetganicha. Imom Azam yosh yigitcha ekan, tush ko'rdi. Tushida bir to'ng'iz katta daraxtni tomirini qirish uchun tagiga keldi. Daraxtni bir dovdasi egildida to'ng'izni qattiq urdi. To'ng'iz baqirganicha qochib ketdi,
keyin qaytib kelib shahodat kalimasini aytdi. Yosh Imom Azam uyg'ondida shuni ta'birini so'rash uchun ustozi Hammodning oldiga bordi. Borsa ustozi mahzun, g'amga kirgan, o'ylanib o'tiribdi. Abu Hanifa unga sizga nima bo'ldi, ustoz? Hammod aytadi. Xalifaning oldiga bir to'p xudosizlar kelishib, bu koinotni yaratuvchisi yo'q, koinot o'z-o'zidan bor bo'lgan deb bahslashgani ketdi. Zamoniylarda eng bilimdon odamini chaqiringlar deb keldi. Endi meni chaqiribdi. Shunga endi deydi o'ylanib o'tiribman deydi. Shunda Abu Hanifa aytdi, men tushundim endi tushimni ta'birini dedi. Ular bilan bahs qilgani menga ruxsat bering. Agar yengib qo'ysam, ha bu shogirdini yenga olmadinglar, ustozi bilan qanday gaplashasizlar deyshadi. Agar yengilib qolsam, men yosh bolada deb qo'yishadi dedi. Ustozi ko'ndi. Va'dalashilgan kunda yosh Imom Azam, yosh yigit bu xudosizlarni ro'parasida qoyim bo'ldi. Ular aytishdi: "Sen bizga savollarimizga javob ber, oyat, hadis ishlatma." Chunki kofir bo'lgandan keyin oyatga ham, hadisga ham iymon keltirmaydi. Aqlga to'g'ri keladigan narsalar bilan javob ber dedi. Mantiqqa to'g'ri kelsin dedi. Savollari. Birinchisi: Seni Robbing qaysi yilda tug'ilgan? Seni Robbing qaysi yilda paydo bo'lgan? Robbingdan avval hech kim bo'lmaganini isbot qilib ber. Robbingning zoti qanday? U tutun yoki bulutga o'xshagan gazsimonmi? Yoki suv kabi oqib turuvchimi? Robbingning makoni qayerda? Robbingning yuzi qaysi tarafga qaragan? Agar ishlar hammasi avvaldan taqdir qilib qo'yilgan bo'lsa, Robbing nima bilan band? Nima ozaymasdan faqat ko'payadi? Sizlar musulmon aytasizlar, biz jannatga kiramiz, jannatda abadiy bo'lamiz. Qanday qilib aqlga sig'adi? Qanday abadiy bo'lishi mumkin? Keyingi savoli: agar Robbing bor bo'lsa, uni menga ko'rsat. Keyingi savoli: shayton olovdan yaralgan. Qanday qilib olovdan yaralganni yana olov bilan azoblash mumkin? Do'zaxga solib. Oxirgi savoli: hamma ishlarni Alloh taqdir qilib qo'ygan bo'lsa, nima uchun bandalarni jazolaydi? Savollarga birin-ketin javoblar berila boshladi. Birinchi savol: seni Robbing qaysi yili tug'ilgan? Javob: Alloh tug'magan, tug'ilmagan, unga hech kim, hech narsa teng emas. Ikkinchisi: seni Robbing qaysi yili paydo bo'lgan? Javob: Alloh zamonlar va vaqtlardan avval bor edi, undan avval hech kim va hech narsa bo'lgan emas. Robbingdan avval hech kim bo'lmaganligini isbotlab ber. Robbingdan avval hech kim bo'lmaganligini isbotlab ber. Avval nimadir bo'lish kerak baribir. Imom ularga raqamlardan 3, undan oldin nechi keladi dedi. Ular 2 deyishdi. 2 dan avval nechi bo'ladi? 1 deyishdi. 1 dan avval nechi bor dedi. Ular hech narsa yo'q deyishdi. Demak, raqamlarning avvalgisi 1 bo'ladigan bo'lsa, undan avval hech narsa bo'lishi mumkin bo'lmasa, demak, haqiqiy yagona 1 bo'lgan Allohdan avval bir narsa bo'lishi mumkin emas-ku. Demak, Allohdan avval biror narsa bo'lishi mumkin emasligi aqlga to'g'ri keladimi? To'g'ri keladi. 4-inchisi: Robbingning zoti qanday? Bulut tutunga o'xshagan gazsimonmi, oqib turadigan suvga o'xshagan suyuqmi yoki bir qattiqmi toshga o'xshagan? Zoti qanday? Imom ularga shunday javob berdi: vafot qilayotgan odamning oldida o'tirganmisizlar dedi. Ular ha deyishdi. Qarab turdinglar, vafot qildi. Harakatlari to'xtadi. Nafasi to'xtadi, ovozi to'xtadi. Ha. Nima o'zgardi undan dedi. Undan ruh chiqib ketdi deyishdi. Shu yerda o'tiruvdinglarmi dedi. Ha deyishdi. Ruhni ko'rdinglarmi dedi. Gazsimonmidi u? Suyuqmidi yoki qattiqmidi dedi. Ko'zi ko'rmasanglar yo'q degani emas-da. Demak, chiqib ketgan narsa chiqib ketdi, tana harakatsiz qoldi. Sizlar menga ruhni qanaqaligini aytib beringlar. Bu javobdan ham qanoatlanishdi.
Robbingning yuzi qaysi tarafga qarab turibdi hozir? Robbingning yuzi qaysi tomonga qaragan? Imom bu savolning javobi ikki qismli dedi. Birinchisi, qop-qorong'i xonani o'rtasiga sham yoqqanmisizlar dedi. Ular ha deyishdi. Shamni yoqqaninglarda yorug'ligi qaysi tomonga qaradi dedi. Har tarafga dedi. Robbimning yuzi ham shunday dedi. Bir chinaga sutni qo'ysanglar dedi. Shu sutning ichida yog' bormi dedi. Ular ha deyishdi. Qayerida? Hamma yo'qida dedi. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa sam. Alloh taologa biror narsa o'xshamaydi, lekin bularning aqli qanoatlanadigan misolni tushuntirib berdi. 6-savol. Agar ishlarni hammasi avvaldan taqdir qilib qo'yilgan bo'lsa, Robbing hozir qilayotgan ishi nima? Hamma ishlar Robbimning qo'lida. O'zi boshlab, o'zi tugatadi. Xorni aziz qiladi, azizni xor qiladi. Faqirni boy qiladi, boyni faqir qiladi. Kasalni sog' qiladi, sog'ni kasal qiladi. Keyingi savol. Nima ozaymasdan faqat ko'payadi? Kamaymasdan faqat ziyoda bo'ladigan narsa bu ilm. 8-savoli. Sizlar biz jannatga kiramiz, u yerda abadiy bo'lamiz. Abadiylik qanday qilib aqlga sig'adi? Har qanday narsani boshlanishi bo'ldimi? Oxiri ham bo'lishligi kerak. Abadiylikni nima bilan tushuntirib berasan? Imom ularga aytdi, raqamlarning birinchisi qaysi dedi. Ular 1 deyishdi. Undan keyingisi qaysi? 2 deyishdi. Oxirgisi-chi dedi. Oxiri yo'q deyishdi. Boshlangan narsani oxiri bo'lmasligi mumkin ekanmi dedi. Demak, jannatga kirganda boshlangan hayotni ham oxirgi nihoyasi bo'lmasligi mumkin dedi. To'g'ri keladimi aqlga? To'g'ri keladi. Yo raqamda oxirgisi bormi? 9-savoli, Robbing bor bo'lsa, uni menga ko'rsat. 10-savoli, shayton olovdan yaralgan. Qanday qilib olovni olov bilan azoblash mumkin? 11-savoli, hamma ishlar taqdir qilingan bo'lsa, nima uchun bandalar jazolanadi? Bu uchala savolning javobini Imom Azam bitta harakati bilan tushuntirib berdi. Boyagi savol bergan xudosizlarning kattasini yerdan bir guvalaydimi, g'ishtimi oldida boshiga burib qonatib qo'ydi. Boshim deb og'rib qoldi boshi. Ana shu yerda turgan shurtiylar imomni ushlab jazolashmoqchi bo'lishdi. Nimaga buni boshini yorasan deb. Shunda Abu Hanifa aytdi, mana shu ishim bilan dedi, 9-chi, 10-chi, 11-chi savollarga javobim bor dedi. Ular Robbing bor bo'lsa ko'rsat degan edi. Boshing og'riyaptimi dedi. Ha dedi, og'riqni ko'rsat menga dedi. 10-savoli, shayton olovdan yaralgan bo'lsa, yana qanaqa qilib olov bilan azoblash mumkin dedi? Inson tuproqdan yaralgan, mana tuproq bilan azoblash iloji bo'ldi. Demak, olovdan yaralgan iblisni qanaqa qilib Alloh jazolashligini o'zi biladi va bunga qodir. 11-savoli, agar hamma ishlarni Alloh taqdir qilib qo'ygan bo'lsa, nima uchun Alloh jazolaydi? Demak, buni boshini yorilishini ham Alloh taqdirga yozgan bo'lsa, nimaga meni qolmayman deyapsizlar dedi. Bugun boshi yorilish kerak ekan, men yordim. Nima bo'ldi? Taqdirdagi ish bo'ldi. Taqdirdagi ish bo'lsa nima meni jazolaysizlar dedi. Bu xudosizlar berilgan javoblarda hammasidan qanoatlandi, kalima keltirib musulmon bo'lishdi. Imom Azam rahmatullohi alayh yoshlik davrida mana shunday bir buyuk aql egasi edi. Imom Azam rahmatullohi alayh o'tgan darsimizda aytdik, badavlat kishi edi. Boy kishi edi. O'zini 40 ta shagirtini tamomiy sarfarajatini o'zini zimmasiga olgan edi. Imom Azam rahmatullohi alayh tijorat bilan shug'ullanar ekan, u kishining tijorat mollari Shom va Iroq orasida borib kelar edi. Allohning fazli bilan barakotlik daromad qilar edi. Bir yil o'tishi bilan molini hisob-kitob qilib, sarmoyasiga keragini olib qo'yardi-da, oshganini fuqaholarga, talabalarga, qorilarning ehtiyojlariga sarf qilgani naqd pul qilib berar edi. Berib turib aytar edi.
Bu sizlarning mollaringizning foydasi. Meni qo'lim sababli Alloh bu molni sizlarga yetkazdi. Vallohi men o'zimning molimdan sizlarga berayotganim yo'q. Alloh taoloning menga bergan fazli, Alloh taoloning rizqida hech kim hukmron emas. O'zini pulini berib turib, o'zingni puling, meni hech qanaqa sen ustingda fazlim yo'q, Allohning pulini beryapman deb turib, kamtarlikni ko'ring. Imom Azam bergan va bu narsani Alloh taoloning fazli deb bilgan. Darsimizning nihoyasida u kishining hayotiga taalluqli bo'lgan bir shogirdi Abu Yusuf bilan bo'lgan bir voqeani aytib beraman, inshaalloh nihoyasimiz. Keyingi darsda ham Imom Azam haqida gaplashamiz inshaalloh. O'tgan darsimizda aytdik, hammamiz ojizmiz. Hammamiz faqirmiz. Hammamiz muhtojmiz. Allohdan so'raydigan narsamiz ko'p. Endi kimdir yetyapti o'sha so'ragan narsasiga, kimdir yeta olmayapti. Farq nimada yetgan bilan yetmagan o'rtasida? Yetmayotganlar so'ragan narsasini chin yuragidan xohlab so'rab, shunga sabab bo'ladigan ishni qilsa, Alloh albatta yetkazadi. Alloh meni ham qorilardan qilgin deydi, bo'ldi, boshqa ishi yo'q. Alloh meni oilamdan ham bir olimlarni chiqargin deb duo qiladi, farzandlar tarbiyasiga e'tibor bermaydi. Abu Yusuf rahmatulloh alayh katta shogirdi, zehni juda ham zo'r bo'lmagan. Yana uning ustiga faqir bo'lgan. Ustozidan darsni o'qib, o'zlashtirmay shu borib keladi, lekin harakati bor edi u kishining. Alloh taolo ochgan keyin u kishiga. Yoshi kattayib qolgandan keyin Abu Yusuf otasi aytadi, o'g'lim, birodarlaringni otalari bir davlatmand odamlar, ular bolalarini o'qitishlikka imkoniyati bor. Endi tirikchiligimiz qiyin bo'lib qoldi. Shu o'qishingni qo'ysangda, menga tirikchilikka yordam bersang, deb bolasiga shu gapni aytadi. Imom Azam bu narsadan xabar topgandan keyin Abu Yusufning uyiga boradi. Otasi bilan kuniga ma'lum bir miqdordagi pul berishlik evaziga bolasini kunini sotib oladi. Xuddi ishchi ishlatib unga pul bergandek, Abu Yusufni o'qitib, o'qigan kuniga pul to'laydi. Va otasiga aytadi, inshaalloh siz o'g'lingiz xalifalarning dasturxonidan taom tanovul qiladi. Keyinchalik Imom Abu Yusuf xalifa Harun ar-Rashid davrida qozilik mansabida bo'ladi. Andalusdan tansiq bir taom keladi. Shu taomni xalifaning oldiga qo'yishganida xalifa Harun ar-Rashid bu taomni yeyishlikka ustozimiz haqliroq bizdan deydida, ustoziga ovqatni uzatadi. Abu Yusuf qo'lini ovqatga uzatib turib kuladi. Shunda xalifa nimaga kulyapsiz deb so'raydi. Ustozim bir paytlar aytgan edi, inshaalloh o'g'lingiz xalifalarning dasturxonidan taom tanovul qiladi degan edi. Alloh taolo ustozimning so'zini yerda qo'ymasdan ro'yobga chiqardi. Mana shuning uchun kulyapman deydi. Demak, bu kishilar sidq dildan so'ragan va harakat qilgan, Alloh taolo ularni mana shu niyatlariga yetkazgan. Alloh subhanahu va taolo mana shunday bir buyuk salaflarimizni izidan borishlikka, ularni qoldirib ketgan ilmlarni o'rganishlikka va xalqqa mana shu narsani ta'lim berib, amal qilishlikka hammamizga tavfiq bergan bo'lsin. Alloh ilm bergan kishilarning martabalarini oliy qiladi, yuksak qiladi. Imom Azam rahmatulloh alayh ummati Muhammadiyaning eng ko'zga ko'ringan va ilmi nihoyatda barakotli va ummatga ko'p foydasi tekkan kishilardan. Ahli ilmlar, ustozlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati va man fil ard." Albatta olim uchun osmondagilar va yerdagilar istig'for aytadilar. Hatto suvdagi baliqlar va o'zining kavagida turgan chumollar ham istig'for aytadi. Kimga? Olimlarga. Albatta ulamolar anbiyolarning vorislaridir. Albatta anbiyolar dinor va dirhamni meros qoldirmagan, ular ilmni meros qoldirgan. Kim mana shu anbiyolardan qolgan ilm, ma'rifatni meros qilib olgan bo'lsa, juda katta bir ulushga ega bo'lgan bo'ldi. Biz
siz bilan mana 2 darsdan beri ummati Muhammadiyaning eng ulug' kishilaridan bo'lgan, tobiinlardan bo'lgan Abu Hanifa rahmatullohi alayh haqida dars olib boryapmiz. Abu Hanifa rahmatullohi alayh Banu Umayya asrining oxirlari va Banu Abbos asrining avvalida umr kechirdi. Bu davrda yashagan olimlarni tirikchiligi nihoyatda bir keng, qulay, oson bo'lgan. Chunki u davrda yashaydigan amirlar, xalifalar va ahli davlat kishilar mana shunday bir ilm peshvolari bo'lgan odamlarni kami ketiklarini o'z zimmasiga olgan edi. Ularning rizqlari keng edi, bemalol edi. Shunday bir asr ediki, ilmga odamlar homiylik qilgan edi. Ammo Imom Azam rahmatullohi alayh mana shu sultonlar, amirlardan keladigan narsadan o'zini ehtiyot qilar edi. O'zini nafsini, ilmini ulardan keladigan narsadan ehtiyot qilardiki, tirikchiligini, tijoratini o'zi mustaqil qilar edi. Chunki bergan qo'l baland, olgan qo'l past. Abu Hanifa bitta misol shunga, o'zi yashab turgan davrda xalifa bo'lgan Abu Ja'far al-Mansur o'zini huzuriga chaqirtirdi. Imom Azam xalifani oldida o'tirdi. Xalifa undan din, dunyo haqida savollar so'radi. Savollarga javob berdi. Suhbat nihoyasida xalifa 30 ming dirham molni imomning qo'liga tutkizdi. Shunda Abu Hanifa: "Ey Amiral Mu'minin, men Bag'dodda g'aribman. Buncha molni saqlab qo'yadigan joyim yo'q. Agar rozi bo'lsangiz, Baytul molga qo'yib saqlab berib turing. Kerak bo'lganimda so'rayman, berasiz" dedi. Xalifa ko'ndi. Shu ishdan hech qancha vaqt o'tmasdan Abu Hanifa vafot etdi. Va u kishining uyiga qaralganda, u kishining o'zida juda katta mol va odamlarning ko'p omonatlari bor edi. Bundan xabar topgan Abu Ja'far Abu Hanifani Alloh rahmat qilsin, tahqiq bizni oldabdi. Biz bergan molni olmasdan lutf bilan, hikmat bilan qaytaribdi dedi. Bundan ajablanishingda hojati yo'qki, Imom Abu Hanifa kishi o'zini mehnati bilan topib yegan rizqini eng to'g'ri rizq deb ishonadiganlardan edi. Ya'ni bu ilmni, bu ta'limni tirikchilik manbai qilib olmagan edi. Abu Hanifa tijoratchi kishi edi. Qo'lida dunyosi katta edi. Qachon oilasiga biror bir infoq ihson qilsa, shu infoq ihson qilganchalik mablag'ni kambag'al becholarga ham tarqatar edi. Qachon o'zini ustiga biror bir libos olib kiysa, ana shu libosning miqdorichalik mablag'ni kambag'al bechoralarga kiyim qilib tarqatar edi. Diqqat qilinglar. Davlatman odam, ya'ni ilmligan bo'lsa, qayerga sarf qilishni boshqalardan yaxshiroq ham bilar ekan ko'ring. Abu Hanifa rahmatullohi alayh u kishi Imom Malik huzurida bir suhbatda bo'ldi. Imom Malikning atrofida bir qancha odamlar bor edi. Abu Hanifa bu majlisga kirib keldi. Bir qancha vaqt o'tirdi, so'ngra turib chiqib ketdi. Shunda Imom Malik atrofidagi hamsuhbatlarga qarab, "Bu kishi kim, bilasizlarmi?" dedi. "Yo'q, bilmaymiz" deydi. "Bu kishi Nu'mon ibn Sobitdir" dedi. Agar bu kishi dedi Imom Malik, mana bu ustunni oltindan desa va mana shu so'zga albatta hujjat keltiradi dedi. Va shunaqa ham bo'lib chiqadi dedi. Imom Malik Abu Hanifa haqida aytgan bu so'zi mubolag'a emas edi. Haqiqatan Imom Azam rahmatullohi alayh mana shunday bir chuqur bilim egasi edi. Zar qadriga zargar yetar. Domlani qadrlashlik uchun, ahli ilmni qadrlashlik uchun inson ozgina ilmli bo'lish kerak. O'zi ilm ko'chasini bossa, ilm ko'chasidagi bir changni loyda tepalasa, ilm ko'chasidagi mashaqqatlarni bir qator ko'rgandan keyin ha deydi, qiyin ekan deydi. Keyin ustozlarni, keyin ahli ilmlarni qadriga yetadi. Keyin ularning sha'niga noma'qul gaplarni gapirmaydi. Shunaliga Imom Azamga baho berayotgan kishi Imom Malik. Chunki bu kishi ham o'zi mana shu 4 mazhab boshliqlaridan bittasi, zamonasining eng ulug' kishilaridan. Ummati Muhammadiyadagi 4 ta mazhab bo'lsa, shundan bittasining boshlig'i bo'lgan odam Imom Azamga mana shunday baho berdi. Avvalgi darslarda aytdik. Abu Hanifa haqida qolgan 3 ta mazhab egalari
ustozi haqida gapirganda gapirishar edi. Imom Azamda qolgan 3 mazhab boshliqlari o'zlariga ustoz deb bilar edi. Abu Hanifa bilan hujjatlashganlar, talashib tortishganlar ko'p bo'lgan. Chunki ular davrida mana Havorijlar, Jahmiyalar, boshqa bir qancha zalolatga ketgan firqalar paydo bo'lgan edi. Kimisi kelib imom bilan bahs qilar ekan, hujjatlashar ekan, imomning naqadar buyuk, chuqur ilm egasi ekanligiga amin bo'lar edi. Mana ana shunday bahslardan bittasini hozir e'tiboringizga havola qilamiz. Zalolatdagi Jahmiya firqasini boshliqlaridan bo'lgan Jahm ibn Safvon ismli odam Imom Azam oldiga keldi. U imomga qarab, "Sen bilan bir narsa haqida gaplashgani keldim" dedi. Abu Hanifa aytdi, "Sen bilan gaplashishlik or, nomus, sen gapiradigan mavzuga kirishlikni o'zi kuydiradigan olov" dedi. Jahmiy aytdi, "Hali men bilan bir marta ko'rishmasdan, hali so'zimni eshitmasdan turib, qanday qilib bunday hukm chiqarasan?" Imom javob berdi, "Sen haqingda, ya'ni seni gapirgan gaplaring haqida menga shunday so'zlar keldiki, ahli qibla bo'lgan odam bunaqa gaplarni gapirmaydi." Jahmiy aytdi, "G'aybdan turib men ustimdan hukm chiqarasan?" Imom aytdi, "Sen haqingda bu so'zlar, sen gapirgan so'zlar xalq orasida mashhur bo'ldi. Sen gapirgan gapni omma ham biladi, xos odamlar ham biladi. Bu xabarlarni eshitib turib, shunga tayanib, seni ustingdan hukm chiqarsam to'g'ri bo'laveradi" dedi. Jahmiy aytdi, "Men sendan faqat iymon haqida so'ramoqchi edim xolos" dedi. Imom, "Shu kungacha iymonning nima ekanligini bilmaysanmi?" dedi. "Endi kelib so'raysan?" dedi. Jahmiy aytdi, "Ha, lekin men iymonning bir turida shubham bor" dedi. "Iymonda bir turida shubham bor" dedi. Abu Hanifa, "Iymonda shak qilishlik bu kufr" dedi. Jahmiy aytdi, "Insonni kofir qiladigan so'z yoki ishni mendan eshitmay turib, qanday qilib meni kofirlikka hukm qilasan?" Ya'ni men insonni kofir qiladigan biror so'zni aytmadim, biror fe'lni hali qilganim yo'q. Qanday qilib meni kofir deysan? Imom aytdi, "So'ra savolingni" dedi. Jahmiyni savoli. Bir kishi haqida so'rayapti. Allohni qalbi bilan tanigan, uning sherigi yo'q, yolg'iz ekanini, uning tengi yo'q ekanini bilgan, uni sifatlari bilan tanigan, unga o'xshash biror narsa yo'q ekanini bilgan, ammo bu narsani tili bilan aytmagan odam vafot etsa, musulmon bo'lib vafot etgan bo'ladimi yoki kofir bo'libmi? Tushunarliga? Allohni tanidi qalbi bilan, sifatlari bilan tanidi, qalbi qanoatlandi, ammo tili bilan shahodat kalimasini aytmadi. Imom Azam agar qalbi bilan tanib, uni tili bilan aytishlikka to'sqinlik qiladigan biron to'siq bo'lmay turib, tili bilan aytmasa, u kofir holda o'ladi, jahannam ahlidan bo'ladi. Qalbi bilan ishonsa-yu, lekin tili bilan nutq qilmasa, tili bilan aytishlikka birorta bir moni yo'q, xatar yo'q, to'siq yo'q. Tili bilan aytishlik ixtiyorida bo'lib turib, agar aytmaydigan bo'lsa, bu odam musulmon emas dedi. Jahmiy aytdi, "Nimaga kofir bo'ladi? Axir u qalbi bilan Allohni tanidi-yu. Haq tanishlik bilan Allohni tanidi-yu. Nimaga kofir bo'ladi?" Abu Hanifani javobi: "Agar sen Qur'onga iymon keltirgan bo'lsang va Qur'onni o'zingga hujjat deb bilsang, Qur'on bilan gapiraman. Agar sen Qur'onga iymon keltirmasang, Qur'onni o'zingga hujjat deb bilmasang, kofirga gapiradigan gap bilan senga javob beraman" dedi. Jahmiy aytdi, "Qur'onni o'zimga men hujjat deb bilaman, Qur'onga iymon keltiraman" dedi. Endi Imom Azam unga Qur'on oyatlari bilan gapini isbotlab beradi. Agar yo'q, Qur'onni tan olmayman deganida kofirga gapirganda muomala qilinadi. Shuning uchun ro'paramizda bir bahs qiladigan odamga beriladigan savollar bo'ladiki, agar sen chiziqda bu yoqda turgan bo'lsang, boshqacha gap bor senga. Chiziqda bu yoqda tursang, boshqacha gap bor senga. Ya'ni aniqlab olishlik kerak ekan. Bu Jahmiy aytdi, Qur'onni men iymon keltiraman Allohning so'zi ekanligiga va o'zimga hujjat deb bilaman dedi.
Abu Hanifa aytdi. Iymon komil bo'lishligi uchun ikkita a'zo qatnashishi kerak. Qalb va til. Inson qalbi bilan ishonishi kerak va tili bilan tasdiq qilib iqror bo'lishligi kerak. Faqat qalbida bo'lib turib, tili bilan aytmaydigan bo'lsa, bu iymoni komil iymon bo'lmaydi. Alloh taoloning kitobida va payg'ambarining hadislarida bu narsani tasdiqi to'lib yotibdi dedi. Mana endi bir qancha oyatlarni o'qib, tili bilan aytishlik kerakligini isbotlab beryapti Imom Azam. Astagfirullah. Va idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq yaquluna robbana amanna faktubna ma'ash-shahidin. Ular payg'ambarga nozil qilingan narsani, Qur'onni eshitgan paytlarida uning haq ekanini bilganlari sababli ko'zlaridan yosh qo'yayotganini ko'rasiz. Ular Parvardigor, iymon keltirdik, bas bizni guvohlik beruvchilar qatoriga yozgin deydilar. Demak, Qur'onda Alloh taolo shunday deb aytishadi, yaquluna. Tili bilan aytishadi deyapti. Va ma lana la nu'minu billahi va ma ja'ana minal haqq. Bizga nima bo'ldiki, o'zimiz Allohga va bizga kelgan haq dinga ishonmaymiz-u, yana Parvardigorimiz bizni ham bu solih qavm bilan birga jannatga dohil qilishini ta'ma qilamiz. Fa athabahumullohu bima qalu jannat. Bas shu gaplari sababli Alloh ularni ostidan daryolar oqib turadigan abadiy jannatga kirgizadi. Nima sababli? Aytgan gaplari, aytgan so'zlari sababli. Demak, iymon bo'lishligi uchun deyapti Imom Azam, tiling bilan ham nima qilishing kerak? Aytishliging kerak. Abu Hanifa davom etdi. Ilm va tanishlik bilan kifoyalanmasdan Alloh gapirishga ham, aytishga ham buyurdi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Ya ayyuhannas, qulu la ilaha illalloh tuflihu." Payg'ambarimiz ham aytgan, "Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar, najotga yetishasizlar." Payg'ambarimiz nima deyapti? La ilaha illalloh deylar deydi. Boshqa hadisda aytadilar payg'ambarimiz, la ilaha illalloh degan odam jahannamdan albatta chiqadi. Chunki mo'min odamning gunohlari ko'payib ketadigan bo'lsa, albatta jahannamga tushadi. Va mana shu joyda qalbida zarracha iymoni bor odam mana shu shahodat kalimasini qalbi bilan ishonib, tili bilan tasdiqlagan bo'lsa, jahannamdan chiqadi. Shart nima bo'lyapti yana? Til bilan aytishlik. Endi inson qalbi bilan ishonsa, tili bilan aytmasa-chi? Imom Azam u kishiga yana bir hujjat keltiryapti. Va jahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Va o'zlari aniq bilgan hollarida zulm va kibr qilib, u mo'jizalarni inkor etdilar. Shu sababli kofir bo'lishaverdi. E'tibor bering. Payg'ambarning mo'jizasini ko'rgandan keyin kofirlar payg'ambarligini bilishdi, tushunishdi, ammo tili bilan mana shu kalimani aytishmadi, musulmon bo'lishlik kalimasini. Qalbi bilan tanishligi musulmon qilmadi bularni, ammo tili bilan aytmasligi kofir qildi. Jahmiyning savoli qanaqa edi? Tili bilan aytmasa ham bo'laradimi degan savolga bir qancha oyat va hadislar bilan Imom Azam javob berdi. Shu tariqa Imom Azam bu Jahmiyga goh oyat bilan, goh hadis bilan birin-ketin hujjatni keltiraverdi. Jahmiyning yuzida ojizlik, bilimsizlik, mag'lubiyat alomatlari ko'rina boshladi. Ya'ni o'zini noto'g'ri yo'lda ekanligini tushundi. So'ngra aytdiki, sen unutgan narsalarimni esga solib qo'yding dedi. Yana bir oldinga qaytib kelaman deb ketdi, lekin qaytib kelmadi. Demak, Imom Azam rahmatullohi alayh mana shunday bir firqa vakillari kelib, o'zlarini botil aqidalarini, botil tushunchalarini odamlar orasida yaymoqchi bo'lgan paytda bu odamlar qalqon bo'lib turib bergan bu ummat uchun. Hozirda ham atrofimizga qarasangiz, islom va musulmonlar nomidan gapirib turib, umuman kufrga olib chiqib ketayotgan firqalar, toifalar bor. Mana shunday toifalarni oldida hujjat dalil keltirib turadigan ustozlar, ahli ilmlar bo'lmasa, xalqni holiga voy. Qur'oni bilan kelyapti o'zini. Alohida chop qilingan Qur'onlari bor. Chiroyli bir targ'ibotlari bor.
Bilmagan odam Qur'on ekan deb aytib ketaveryapti, kofir bo'lib ketyapti. Ummati Muhammaddan chiqib ketyapti. Muhammad payg'ambar oxirgisi degan joyga bitta vergul qo'yib turib, mana odam ham payg'ambar undan keyin kelgan nabiy deb erishib ketyapti. Eshityapsizlar. Demak, Imom Azam mana shunday bir firqalar chiqqan paytda ummatga qalqon bo'lib turib bergan kishilardan. Ba'zida eshitib qolasan, biz Abu Hanifaga ergashamizmi, payg'ambar alayhisalomgami deydi. Kim shunaqa savolda eshitgan? Qo'l ko'tarib qo'yinglar. Biz Imom Azamga ergashamizmi, hadiskami deydi. Men sizlarga bir o'zimizni shahrimizga mos qilib misol beraman. Sizga savol berdim. Qayerda yashaysan dedi. Desa, Anjan ko'chada deysiz. O'shda yashamaysanmi deyapti. Anjan ko'chada yashayman desiz, o'shda yashamaysanmi deyapti. O'shda joylashgan Anjan ko'cha desiz, Qirg'izistonda yashamaysanmi deyapti. Birodar, Anjan ko'cha O'shda joylashgan. O'sh Qirg'izistonda joylashgan. Demak, men Anjan ko'chada yashayman deyotganimda, O'shda ham yashayotganligim, Qirg'izistonda ham yashayotganligimning javobi bo'ladi. Demak, men Abu Hanifaga ergashayotgan paytimda Abu Hanifa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini, oyatlarini o'rganib turib ergashgan ekan. Men Imom Azamga ergashishlik bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashyapman. Payg'ambar alayhisalomning sunnatini tushunishlikda biz bilimdonroqmizmi? 21-asr vakillari yoki Imom Azammi? Kitobga, sunnatga ergashishlikda eng zo'r yo'li mazhab, birodarlar. 1000 yildan ortiq muddat yashab o'tgan olimlar hammasi mazhab bilan kelgan. Hech qaysi mazhab kerak emas degan emas, birodarlar. Mabodo ichimizda shu fikrda ikkilanayotgan ukalar bo'lsa, yaxshilab tushunib olinglar. O'sha mazhab kerak emas degan ukalarimiz ham, birodarlarimiz ham o'qiyotgan namozini kimdan o'rgangan desangiz, o'sha mazhab orqali namoz o'qiyotgan odamdan o'rgangan. Rozimisizlar? Namoz haqida yozilgan kitoblarda hammasini qarasangiz, bu arab tilida bo'ladimi, kiril harfida bo'ladimi, ana shu mazhab kitoblaridan tarjima qilingan. Yo o'zi bir ijtihod qilib namozni bir hujjat dalilni o'rganib, alohida yo'l bilan o'rganib chiqdimi? Akalar, mazhab kerak. Mazhab kerak. Ustozlar aytgandek, bu bir cho'qqiga chiqishlikning misoli bo'lsa, ana shu to'rtta mazhab boshliqlari hayotini sarflab mana shu cho'qqiga chiqishlikning eng oson yo'llarini ip osiladigan joyga ip ilib, tekislaydigan joyini tekislab, bir necha marta o'zi chiqib tushib, o'rgatib qo'ydi. O'sha tepaga chiqib tushyapti ibodatni qilib. Ummat sog' esalomon chiqib kelyapti. Tayyor yo'l turganda yana bir toifa odamlar chiqib qolyaptiki, biz o'zimiz chiqaramiz bu yo'lni deb turib, tayyor yo'lda qo'yib, o'zi bir yangitdan yo'l ochmoqchi bo'lyapti. Demak, siz bilan biz mazhabga ergashishlik deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashishlikni tushunamiz. Kitobga ergashishlikni tushunamiz. Rozimisizlar? Demak, biz mazhabga ergashamiz ekanmi, payg'ambarimizga ergashamiz ekanmi? Qayerda yashaymiz ekanmiz? Bir aytadi, Nurdorda yashayman dedi, o'shu ham. Bir aytadi, Shayteva deydi, bir o'nadir deydi, o'shu ham. Shuning uchun tushunaylik nima deyotganimizni. Haligi navbatchi gaplarni yodlab oliblar, hali hammaga xilof qilsa bo'ldi-da, ajralib tursa bo'ldi-da, shu gapimiz bilan. Asosiysi shu. Ajibda, 1300 yildan beri odamlar shu tekis kelyapti shu yo'lda, yaqindan beri paydo bo'lib qoldi shu narsa. Imom Azamning eng ulug' shogirdlaridan Abu Yusuf rahmatullohi alayh. Imom Azamning darsxonasida Abu Yusuf ko'rinmay qoldi. Bir qancha muddat o'qidi, ma'lum bir darajaga yetdi, ko'rinmay qoldi. Yo'q bo'lishligini sababini so'rashganida, falon joyda o'tirib odamlarga dars o'tyapti, fatvo aytyapti deydi. Ya'ni ilm o'rganayotgan aka-ukalar eshitib turaylik. O'zini yetarli bilim egasi deb bildi. Ilm darajasi yetarli bo'ldi, endi fatvo aytadigan bo'lib qoldi. Abu Yusuf ana shu dars aytib o'tirar ekan, bir odam savol berdi. Ya imom, namoz farz amali bilan boshlanadimi, sunnat amali bilan boshlanadimi? Farz amali bilan boshlanadi dedi Abu Yusuf. Savol so'ragan odam, "Noto'g'ri aytdingiz" dedi.
Sunnat amali bilan boshlanadi dedi. Noto'g'ri aytdingiz dedi. Hayron bo'ldi. Ikkinchi savol. Bir homilador ayol vafot etdi. U ayol musulmonning ayoli edi. Ammo bu ayol g'ayri din edi. Qonida bolasi bilan vafot etdi. Bu g'ayri din ayolning qonidagi bola musulmonning bolasi. Kimi qabristoniga qo'yiladi? Musulmonlarning qabristonigami? G'ayri dinlarnimi? Musulmonlarning qabristoniga dedi Abu Yusuf. Savol so'ragan odam noto'g'ri dedi. G'ayri dinlarning qabristoniga qo'yiladi, yana to'g'ri dedi. Yana noto'g'ri dedi. Shunda Abu Yusuf tushundi bu savol qayerdan kelganini. Ustozi Imom Azam rahmatullohi alayh shu savolda aytib, borib so'raylar shu narsani. Agar shuni aytishlikka qodir bo'lsa, demak fatvo aytishlikka yaraydi, bo'lmasa yo'q. Kitobini qo'ltiqlab, boyagi darsxonani yopib, ustozining oldiga borib, "Shayx, nimaga meni hijolat qilasiz?" dedi. Shunda Imom Azam o'zini shogirdiga qarab, vaqti soatidan oldin ilmda bosh bo'lishni istovchi kishi umrining qolganini doimiy xato bilan o'tkazadi. Vaqti soatidan oldin ilmda bosh bo'lishni istovchi kishi umrining qolganini doimiy xato bilan o'tkazadi dedi. Ukalar, xo'p, bir ma'lum bir darajaga yetgan bo'lsak, ma'lum bir 10 ta, 15 ta hadis yodlagan bo'lsak, boring 20 ta hadis yodlagan bo'lsak, birodarlar, biz hali u mushtahid degan emasda. Domlamiz ham hali mushtahid degan emasda. Imom Ahmaddan bir odam 50 ming ta hadis bilsa, fatvo aytsa bo'ladimi degan ekan. Desa, yo'q, umuman bo'lmaydi degan ekan. 100 ming ta hadis yodlagan bo'lsa-chi? Yo'q degan ekan. 200 ming, 400 ming taga olib borganda o'ylangan ekan. Endi savol, bizi shaharda 400 ming ta hadis yodlagan odam bormi? Shuning uchun mazhab kerak emas deyotgan ukalar bo'lsa, mayli, mabodo bir o'ylanib ko'ringlar. Bir o'ylanib ko'ringlar. Demak, vaqt soatidan oldin ilmda peshvo bo'laman, ilmda bosh bo'laman degan odam vaqti bo'lmasdan turib, umrini oxirigacha xato bilan o'tkazar ekan hayotini. Abu Yusuf ustozini vafotigacha etagini mahkam tutdi. Tushunarlimi? Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu ning nabirasi Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Imom Azam haqida ham o'zini zamonida odamlar bor edi, nojo'ya gaplarni gapiradigan. Muhammad ibn Aliga Imom Azam haqida nojo'ya gaplar kelgan edi. Imom Azam Makka ga borganida mana shu Imomi Boqir ham deyiladi. Imomi Boqir bilan uchrashdi. Mana shu Ali roziyallohu anhu chevarasi. Imom Azam bilan yo'liqdi-da, imomga qarab, "Bobomni dinini o'zini ra'yiga o'zgartirgan odam sizmisiz?" dedi. Ya'ni bobomni dinini o'zini ra'yi bilan o'zgartiradigan odam sizmisiz dedi. Shunda Imom Azam adab bilan so'radi. Imom Boqirdan. Islomda dedi, erkak zaifroqmi, ayol zaifroqmi dedi. Imom aytdi, Imom Boqir, ayol kishi zaif dedi. Imom Azam aytdi, agar men agar boboyingizni dinini men o'zimni ra'yim bilan o'zgartirganimda, merosni ko'prog'ini erkakka emas, ayolga bergan bo'lardim zaiflik uchun dedi. Ra'yga qaralsa, aqlga qaralsa, ayol kishiga ko'proq berishlik kerak, lekin payg'ambarimiz erkakka 2 qism beriladi, ayolga 1 qism beriladi dedimi? Shunday qoldirdi. Agar men ra'yim bilan o'zgartirganimda ayolga ko'proq berardim dedi. Keyingi savoli. Imomi Boqirga Abu Hanifa savol beryapti. Najosatlikda bavul og'irroqmi, nutfami? Najosatda, nopoklikda bavul og'irroqmi, nutfami? Imom Boqir bavul og'irroq dedi. Abu Hanifa aytdi, agar men sizni bobongizni dinini ra'yimga o'zgartirganimda, har bavul qilganingizdan keyin g'usl qilishga buyurardim sizni dedi. Xalifa Abu Ja'far al-Mansur Imom Azam rahmatullohi alayhni saroyda qozi bo'lishga chaqirdi.
Imom ko'nmadi. Qozi bo'lasan dedi. Allohga qasam, qozi bo'lasan dedi. Imom Azam Allohga qasam, qozi bo'lmayman dedi. Mana ikkalasi ham qasam ishdi. Endi kimdir qasamini buzishligi kerak, chunki bajarilmaydi-da. Agar hozir Imom Azam qozi bo'lsa, o'zini qasami buziladi. Qozi bo'lmasa, xalifani qasami buziladi. Imom Azam aytdi: "Xalifa qasamini kafforatini to'lashga mendan ko'ra qodirroq" dedi. Ya'ni uzib to'lab qo'yursin, men qozi bo'lmayman dedi. Shunda xalifa chaqirib, qozi bo'lasan dedi. Imom bo'lmayman dedi. Men eplay olmayman dedi. Xalifa aytdi: "Sen yolg'on gapiryapsan" dedi. Abu Hanifa aytdi: "Siz hali yolg'onchi odamni qozi qilmoqchimisiz" dedi. Shunday qilib qozi bo'lmadi. Xalifa Abu Ja'far al-Mansur Imom Azamni qamab qo'ydi shundan keyin. Va ulug' imom, mushtahidlar sultoni, zohid, orif Imom Azam rahmatullohi alayh Nu'mon ibn Sobit 150-hijriy yilda qamoqda vafot etdi. Mansab berganda mansabga ko'nmadi, xalifa qolmadi, mana shu qamoqda vafot topdi. U kishi vafot etgan kuni u kishiga odamlarning ko'pligidan janoza 6 bo'lib o'qildi. 50 mingdan ortiq odam janozasida qatnashdi deyiladi. Alloh taolo faqihlar quyoshi, olimi Rabboniy Abu Hanifa Nu'mon ibn Sobit rahmatullohi alayhni o'z rahmatiga olsin. Hamda siz bilan bizga ham mana shunday bir buyuk ajdodlarimizni yo'lidan borishlikka, ularni qoldirgan ilmiy merosdan foydalanib, kitobi sunnatdan og'ishmasdan borishlikka Alloh o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Mana Imom Azam haqida 3 dars qildik. Bir ma'lumotlarga ega bo'ldik. Endi bir fikr qilaylik. Imom Azam Abu Hanifa Nu'mon ibn Sobit ibn Marzuban rahmatullohi alayh. Avvalgi darslarimizda aytdik, bir kishini 4 ta odam maqtasa dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bir mo'minni 4 ta mo'min maqtasa, Alloh taolo uni jannatga kirgizadi dedi. 3 ta odam maqtasachi ya Rasululloh? 3 ta odam maqtasa ham dedi. 2 ta mo'min maqtasachi bitta mo'minni? 2 ta bo'lsa ham dedi. Bu kishini 1000 yildan ortiq muddat odamlar faqat yaxshilik bilan esga olishadi. Siz bilan biz ham u kishi haqida faqat yaxshi gaplarni gapirishlikka mas'ulmiz, birodarlar. Ular haqida bir nojo'ya gapni gapirishdan ehtiyot bo'laylik. Chunki u kishini qoldirgan ilmiy merosi davom etib o'rganib kelinyapti va mana shu mazhabda kim o'rganib o'qiyotgan bo'lsa, shu kishiga qilayotgan ilmidan, o'rgangan ilmidan ulush bor. Har kuni deyarli bu kishining ismi zikr qilinadi. Hanafiy mazhabida mana deyilgan, men Imom Azam mazhabidaman, Hanafiylarda bundoq deb aytilingan, deyarli har kuni yer yuzidagi musulmonlarning katta qismi mana shu kishining qoldirgan mazhabida ibodatini qilib keladi. Shu kungacha bu ummat bu kishining ilmidan foydalanib kelyapti. Shuning uchun mana shunday bir buyuk imom, yo'lboshchimiz Imom Azam rahmatullohi alayhni Alloh taolo rahmat qilsin va siz bilan bizga u kishining ilmidan foydalanib hayotimizni yashab borishlikka tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.